Bemorimiz 48 yoshdalar, Qozog'iston fuqarosi. Shikoyati bir necha yil oldin burundan travma olib, burun to'siq qiysaygan va nafas olish qiynalib qolgan. Ya'ni burundan qiynalib nafas oladi va yoshlanadi ko'zi. Ya'ni ko'z yosh kanali yopilib qolgan. Hozir burun to'siqni to'g'irlaymiz. Bitta etapda ham burun to'siqni to'g'irlash va ko'z yosh kanalini birinchidan ochish operatsiyasini bajaramiz. Xudo xolasa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Mana operatsiyamizni yakunladik. Burun ichidan o'sha ko'z yosh kanalini ochdik. Mana zond qo'yib qo'ydik, silikonoviy. Bu 1-2 oy turadi, kanal shakllanguncha. Xudo xolasa bemorimiz endi ko'zdan yosh oqishi bo'lmaydi.